Qorningiz g'ildirayaptimi? Ayniqsa jim turganda aniq eshitiladimi? Kulmang, bu holat siz o'ylaganingizdan jiddiyroq bo'lishi mumkin. Qorin g'ildirashi bu ichaklarda gaz, suyuqlik va mushak harakatining tovushidir. Bu tibbiycha barbarigmus deb ataladi. Buni bilarmidingiz? To'g'ri, qorin g'ildirashi ba'zida normal holatda ham uchrashi mumkin. Bularga och qorinda va ovqat hazm bo'layotganda ham qorinda g'ildirashlar kuzatiladi. Ammo g'ildirash quyidagi holatlar bilan birga kelsa, xavotirli bo'lishi mumkin. Qorinda og'riq bilan birga kelsa, shish, ichki ichi yoki qabziyat kuzatilsa, najasda qon yoki shilimshiq ko'rinsa, g'ildirash doimiy, baland yoki notekis bo'lsa. Bu belgilarning sabablari disbakteriozlarda, ichak ta'sirlanish sindromlarida, oshqozon ichak sistemasining yallig'lanishida yoki ferment yetishmovchiligida bo'lishi mumkin. Qorin g'ildirashi shunchaki tovush emas, bu ichki muvozanatning buzilganidan darakdir. G'ildirayotgan qorningizni e'tiborsiz qoldirmang. Gastroenterologga murojaat qiling. Sababini aniqlaymiz, yechimini topamiz.